Imperiyalar qanday paydo bo'ldi? Bu savolning ildizi juda chuqur. Insoniyat ovchilik va ko'chmanchilikdan voz kechib, yerga ishlashni boshlagan paytdan boshlab jamiyatda tub o'zgarishlar yuz berdi. Ekin ekiladigan yerlar, suv manbalari va tabiiy resurslar eng muhim boylikka aylandi. Aynan shu resurslarni himoya qilish va nazorat qilish uchun uyushgan jamoalar, qabilalar va xalqlar shakllandi. Vaqt o'tishi bilan ayrim jamiyatlar aholi soni, harbiy kuch va tashkiliy jihatdan ustunlikka erishdi. Ular faqat o'z hududini emas, balki qo'shni xalqlar yerlarini va resurslarini ham nazorat qilishga intila boshlashdi. Shu tariqa dastlab davlatlar, keyin esa boshqa davlatlarni bo'ysundirgan, ulardan soliq olgan va hududlarni boshqaradigan imperiyalar vujudga keldi. Tarix davomida yuzlab imperiyalar vujudga kelgan, lekin faqat oz qismigina boshqalardan ustun bo'la olgandi. Bu videoda dunyo tarixini o'zgartirgan top 10 buyuk imperiyalarni shunchaki hududi katta bo'lgani uchun emas, balki ularni oddiy yirik davlatlardan ajratib turuvchi asosiy mezonlar asosida, ya'ni hududiy kenglik va hukmronlik muddati, harbiy qudrat va strategiyasi, davlat boshqaruv va qonun tizimi, iqtisodiy kuchi hamda savdo ustidan nazorati, madaniy, ilmiy va tarixiy merosi asosida baholab o'rinlashtirishga harakat qilaman. Sin imperiyasi Xitoy tarixidagi eng katta hududga ega davlat bo'lgan. 17-asrda Manjuriya hududida shakllanib, Min imperiyasini egallaganidan keyin 18-asr davomida hududi Tibet, Sharqiy Turkiston va Mo'g'ulistongacha kengayadi va qisman Koreya, Nepal va Birma ustidan nazorat o'rnatadi. Imperiya qariyb 270 yil yashagan bo'lsa, 14-13 million kilometr kvadrat hududlarda bir asrdan ortiq hukmronlik qilgan. Dastlab samarali harbiy tizim 8 bayroq tizimi orqali Xitoyni egallashga muvaffaq bo'ladi, ammo vaqt o'tishi bilan harbiy islohotlarning to'xtatilishi va zamonaviy qurollarni qabul qilmaslik, g'arb texnologiyalaridan ortda qolish imperiyani zaiflashtirdi. Sin imperiyasi kuchli konfutsiycha byurokratik tizimga tayandi. Markazlashgan boshqaruv, imtihon tizimi va tajribali amaldorlar millionlab aholiga ega hududni boshqarishga imkon berdi. Biroq bu tizim juda konservativ bo'lib, islohotlarga qarshilik ko'rsatdi. Sin davrida Xitoy dunyoning eng yirik agrar iqtisodiyotlaridan biri edi. Choy va chinni mahsulotlari global bozorda yuqori talabga ega bo'lgan. Hatto 19-asrda dunyo yalpichka mahsuloti hajmining 3dan 1 qism ulushi bu davlatning o'ziga tegishli edi. Ammo tashqi savdoning qat'iy cheklanishi va sanoat inqilobini qabul qilmaslik imperiyani iqtisodiy jihatdan sekinlashtirdi. Natijada Xitoy global savdoda yetakchilikni boy berdi. Sin imperiyasi Xitoyning klassik madaniyati, yozuvi va an'analarini saqlab qoldi. Tarixiy asarlar, san'at va me'morchilik rivojlandi, ammo ilm-fan va texnologiya sohasida innovatsiya kam bo'lib, ko'proq merosni saqlashga urg'u berildi. Natijada uning merosi asosan mintaqaviy bo'lib, global ta'siri cheklangan. Ispaniya imperiyasi 15-18-asrlar davomida Janubiy va qisman Markaziy Yevropani, Amerika qit'asining yarmini va Osiyodan Filippin orollarini qamrab olgan birinchi global kolonial imperiyasi bo'ladi. Uning eng kuchli davrida hududi 20 million kilometr kvadratdan oshib, bu 3 qit'adagi hukmronligi qarib 300 yil davom etadi. Ispaniya 16-asrda Yevropaning eng kuchli armiyasiga ega edi. Teriko piyoda qo'shinlari zamonasining eng samarali harbiy tizimi bo'lib, Yevropa urushlarida ustunlikni ta'minladi. Dengizda esa kuchli flot orqali Atlantika savdo yo'llarini nazorat qildi. Biroq keyinchalik Angliya va Gollandiyaga qarshi dengiz ustunligini boy berdi. Ispaniya imperiyasi koloniyalarni vitse-qirolliklar orqali boshqarardi. Markazlashgan monarxiya, katolik cherkov va qirollik kengashlari davlatni ushlab turdi. Ammo byurokratiyaning og'irligi va korrupsiya samaradorlikni pasaytirdi. Amerikadan keltirilgan oltin va kumush Ispaniyani vaqtincha Yevropaning eng boy davlatiga aylantirgandi. Shu bilan birga Ispaniyaning Atlantika savdosi ustidan nazorati ham kuchli bo'lgan edi. Lekin ishlab chiqarish va sanoat rivojlanmaganligi sababli bu boyliklar uzoq muddatli iqtisodiy qudratga aylanmadi. Keyinchalik esa inflyatsiya kuchayishiga olib keldi. Ispaniya
imperiyasi ispan tili, katolik dini va Yevropa madaniyatini Lotin Amerikasi va Filippingacha yoydi. Bugun shu sabab 100 millionlab insonlar ispan tilida so'zlashadi. Fransiya kolonial imperiyasi 17-20 asrlarda Yevropaning katta qismi, Amerika, Osiyo, Afrika va Tinch okeani hududlarini qamrab olgandi. 20-asrdagi 3-Fransiya Respublikasi davrida uning hududi 11-13 million kilometr atrofida bo'lgan bo'lsa, hukmronligi 300 yildan ortiq qirollik, respublika va imperiya nomlari ostida davom etdi. Fransiya kuchli professional armiya va tajribali ofitserlar tizimiga ega edi. Napoleon davrida harbiy strategiyasi tarixda tub burilish yasadi. Koloniyalar esa cheklangan kuch bilan keng hududlarni nazorat qilish usullaridan foydalangandi. Biroq dengiz ustunligida Britaniyaga mag'lub bo'lgandi. Fransiya koloniyalarni markazlashgan boshqaruv orqali nazorat qilardi. Fransuz huquqi, ta'limi va ma'muriy tizimi koloniyalarga ham joriy etildi. Bu tizim tartibni saqlagan bo'lsa-da, lekin mahalliy jamiyatlarga moslashishda qattiq va moslashuvchan emas edi. Koloniyalar xomashyo manbai va tayyor mahsulot bozori sifatida ishlardi. Fransiya Yevropadagi yirik iqtisodlardan biri bo'ldi, ammo global savdo tarmoqlarida va moliyaviy tizimda Britaniya undan ko'ra o'z davrida ustunroq edi. Fransiya imperiyasi o'zining madaniy va intellektual ta'siri bilan ajralib turardi. Fransuz tili, huquq va ta'lim tizimi bugun ham Afrika va Osiyoda saqlanib qolgandi. Madaniy imperiya sifatida uning ta'siri hududidan kengroq bo'lib chiqdi. Rossiya imperiyasi 18-20 asr boshlarida dunyodagi eng katta uzluksiz quruqlik imperiyasiga aylangandi. Uning hududi Sharqiy Yevropadan Tinch okeanigacha cho'zilib, taxminan 22,8 million kvadrat kilometrni egallagan edi. Bu imperiya esa qariyb 200 yildan ortiq hukmronlik qilgandi. Rossiya kuchli quruqlik armiyasiga tayangandi. Keng hududi, sovuq iqlimi va chuqur strategik mudofaa tizimi uning asosiy usuli edi. Napoleon va keyinchalik boshqa Yevropa armiyalariga qarshi bu davlat uchun chuqur mudofaa va qarshi hujum strategiyasi samarali bo'ldi. Biroq dengiz kuchlari va logistikasi ko'pincha zaif bo'lib qolardi. Rossiya imperiyasi mutlaq monarxiya asosida boshqarilardi. Markazlashgan hokimiyat, kuchli byurokratiya va harbiy amaldorlar tabaqasi imperiyani bir butun qilib saqlab turardi. Ammo siyosiy islohotlarning cheklanganligi va avtoritar tizim ichki beqarorlikni kuchaytirdi. Rossiyaning iqtisodiyoti asosan agrar va xomashyo eksportiga tayangandi. Keng yerlar va tabiiy resurslar katta salohiyat yaratdi, ammo sanoatlashtirish kech boshlandi. Global dengiz savdosi va moliyaviy tizimda Rossiya cheklangan rol o'ynadi. Rossiya imperiyasi pravoslav madaniyatini, rus tili va davlat an'analarini Sharqiy Yevropa, Kavkaz va Markaziy Osiyoga yoydi. Adabiyot, san'at va ilm-fan ham muhim maktablar yaratgandi. Mo'g'ul imperiyasi dunyo tarixidagi eng tez kengayib, eng katta quruqlik imperiyalaridan biri bo'lgandi. Chingizxon va uning avlodlari davrida, ya'ni 13-asr davomida imperiya uzoq O'rta Sharqning tamomini, Yaqin Sharqning bir qismini, Sharqiy Yevropa va Shimoliy Osiyoning yarmini egallab, 33 milliondan 24 million kilometr kvadratgacha bo'lgan hududlarni 14-asrning ikkinchi yarmigacha boshqargan. Mo'g'ullar mukammal harbiy tizimi va tez harakat qiladigan kavaleriyalar bilan mashhur bo'ldi. Ular kashfiyotchi strategiyalar, razvedka va psixologik urushlarni qo'llab, hududlarni tezda zabt etishdi. Bu harbiy ustunlik imperiyani qisqa vaqt ichida Osiyo va qisman Yevropaga yoyilishiga imkon bergandi. Mo'g'ullar Chingizxonning yasa qonunlari asosida markazlashgan, ammo turli xalqlarni moslashtiruvchi boshqaruv tizimini yaratishgandi. Mahalliy elitlarni saqlab,
qishloqlar va harbiy xizmat orqali nazoratni mustahkamlashgandi. Shu tufayli katta hududni nisbatan barqaror boshqarish mumkin bo'ldi. Mo'g'ul imperiyasi yirik savdo markazlarini va Buyuk Ipak yo'lini nazorat qilishgandi. Bu ularni iqtisodiy jihatdan qudratli qildi va dunyo bo'yicha savdo aloqalarini rivojlantirdi. Ular soliq va savdo nazorati orqali boylik orttirdi, lekin agrar rivojlanishi past bo'lib qoldi. Mo'g'ul imperiyasi o'z davrida turli madaniyat va dinlarga hurmat ko'rsatib, ilmiy va madaniy almashinuvni rag'batlantirgan edi. Ular Yevropa va Osiyo orasida savdo, texnika va bilimlarning uzluksiz oqimini ta'minladi. Shu tufayli u dunyo tarixida global ta'sirga ega bo'lgan birinchi imperiyalardan biri sifatida qoldi. Usmonli imperiyasi 14-asrdan 20-asr boshlarigacha mavjud bo'lib, Sharqiy Yevropaning bir qismini, Kavkaz, Arabiston, Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqni egallagandi. Hududi eng kuchli davrda 6-7 million kilometr atrofida bo'lgandi. Usmonlilar mukammal harbiy tizim va zamonaviy qurollanishni ilgari surgandi. Yenichalar elit piyoda qo'shin sifatida butun Yevropada mashhur bo'lishsa, imperiya 16-asrda O'rta Yer dengizi ustidan o'z mutlaq nazoratini ta'minlagandi. Shu sababli ham Usmonli imperiyasi uzoq yillar davomida Yevropa va Osiyo hududlarida harbiy kuch bilan mustahkam o'ringa ega bo'ldi. Usmonli imperiyasi markazlashgan sultonlik tizimi shariat asosidagi qonunlar bilan boshqarilgandi. Vazirlar, viloyat hokimlari va mahalliy boshqaruv organlari orqali keng hududlarni nazorat qilishgandi. Bu tizim imperiyani uzoq yillar barqaror saqlashga yordam berdi. Usmonlilar Sharqiy Yevropa va Osiyo savdo yo'llarini, jumladan karvon yo'llari va dengiz savdosini nazorat qilishgandi. Qishloq xo'jaligi va hunarmandchilik mamlakatdagi asosiy ishlab chiqaruvchi sohalar edi. Biroq sanoat inqilobi kech qabul qilingani tufayli 19-asrda iqtisodiy ustunlikni boy berishgandi. Usmonli imperiyasi Vizantiya va arab islom me'morchiligini birlashtirib, Bolqon va Kichik Osiyoda bir qancha me'morchilik yodgorliklarini yaratgandi. Adabiyot va qisman geografiyada ma'lum yutuqlarga erishilgan bo'lsa ham, asosan xalqlarning ijtimoiy madaniy holatiga imperiya jiddiy ta'sir qilgan. Ahamoniylar Fors imperiyasi sifatida O'rta Sharqdan Hindiston g'arbigacha, Misrdan O'rta Osiyoga cho'zilgandi. Hududi eng katta davrda 5,5-6 million kilometr kvadrat atrofida bo'lib, bu hududlarda hukmronligi 220 yil davom etgandi. Ahamoniylar professional va markazlashgan armiyaga ega bo'lib, milliy va soliq tizimi sifatida moliyalashtirilgan qo'shinlarni saqlagandi. Ko'plab hududlarni zabt etishda kavaleriya va tezkor harbiy harakatlardan foydalangandi. Biroq Yunon shahar davlatlariga qarshi urushlarda ba'zan strategik cheklovlar mavjud bo'lgandi. Imperiya markazlashgan monarxiya sifatida boshqarilgan satrapliklar tizim orqali hududlar nazorat qilingandi. Har bir satrap o'z hududini boshqarar, lekin soliqlar va harbiy xizmat orqali markaziy hokimiyatga bo'ysunardi. Bu tizim katta hududni barqaror boshqarishga imkon berdi va hududiy mustaqillik bilan markaziy nazoratni uyg'unlashtirdi. Ahamoniylar imperiyasi Sardisdan Susagacha cho'zilgan shoh yo'li deya nomlangan savdo yo'lini qurib, soliqlar va bojxona tizimi orqali iqtisodiy kuchini yaratgandi. Agrar iqtisodiyoti ham rivojlangan bo'lib, markaziy davlat xazinasiga katta daromad keltirardi. Ahamoniylar madaniy va diniy tolerantlikni targ'ib qilib, yahudiylar, misrliklar, greklar kabi turli xalqlarni hurmat qilishgandi. Persepolis kabi arxitektura obidalari, rassomchilik va me'morchilikni rivojlantirishgandi. Ko'plab tillar va pul tizimi orqali iqtisodiy va madaniy integratsiya yaratilgandi. Shu tufayli u qadimgi dunyo tarixidagi ilk barqaror va global ta'sirga ega imperiya sifatida qoldi. Arab xalifaligi 7-asrdan 10-asrga qadar Yaqin va O'rta Sharq, Shimoliy Afrika va Pireney yarim orolini qamrab olgandi. Umaviylar davrida hududi 13-15 million kvadrat kilometrga yetib, qisqa vaqt ichida dunyo tarixidagi eng tez kengaygan imperiyalardan biriga aylangandi. Xalifalikning kengayishi tez harakat qiladigan kavaleriya, arab qo'shinlari va shaharlarni zabt etish strategiyasi orqali amalga oshdi. Arab xalifaligining harbiy
muvaffaqiyatlari tezkor harakatda, tajribaga asoslangan va vaziyatga moslashtirilgan jang taktikalari, shuningdek qabila ittifoqlari orqali ta'minlangandi. Xalifalik markazlashgan hukmronlikka va shariat qonunlariga asoslangan boshqaruvga ega edi. Har bir viloyat hokimi xalifaga bo'ysunar va soliqlar, harbiy xizmat ham markaz tomonidan nazorat qilinar edi. Bu tizim esa katta hududlarni birlashtirish va barqarorlikni saqlashga yordam berdi. Arab xalifaligi Buyuk Ipak yo'li, O'rta Yer dengizi savdo yo'llari va Arab dengizini nazorat qilib, savdo va iqtisodiy qudratini oshirdi. Soliq tizimi va karvon yo'llari orqali boylik markaziy hukmronlikka kelib tushardi. Shu orqali imperiya ichki iqtisodiy barqarorlik va xalqaro savdoda kuchli ta'sirga ega bo'ldi. Arab xalifaligi ilm-fan, matematika, astronomiya, tibbiyot va falsafada buyuk meros qoldirdi. Bag'dod, Damashq va Kordoba ilmiy markazlarga aylangandi. Arablar Yunon, Fors va Hind ilmiy merosini saqlab rivojlantirgandi. Arab tili, madaniyati va adabiyoti ular nazorat qilgan hududlar bo'ylab tarqalgandi. Shu tufayli u ilmiy va madaniy inqilobga asoslangan imperiya sifatida qadrlanadi. Britaniya imperiyasi 19-asr oxiri va 20-asr boshlarida dunyo tarixidagi eng katta imperiya aylangandi. Uning hududi 35 million kvadrat kilometrni tashkil etib, quyoshi hech qachon botmaydigan imperiya sifatida mashhur bo'ldi. Bu imperiya qarib 400 yil davomida kengayib, asosan Shimoliy Amerika, Janubiy Osiyo, Avstraliya va Afrikaning 3dan biriga hukmronlik qilgan edi. Britaniya imperiyasi dengiz qudratiga tayangan bo'lib, kuchli flot orqali global savdo yo'llarini nazorat qildi va hududlarni boshqarardi. Quruqlikdagi harbiy qudrat esa ko'proq koloniyalarni ichki tartibda ushlab turishga xizmat qildi. Britaniya koloniyalarida bilvosita boshqaruv tizimini qo'lladi. Markaziy hokimiyat London orqali siyosiy va moliyaviy nazoratni amalga oshirgandi, lekin mahalliy hukmdorlar va elitlarni o'z ichiga olgan. Bu tizim hududlarning katta qismini samarali boshqarishga imkon berib, mahalliy qarshilikni kamaytirgandi. Britaniya imperiyasi sanoat inqilobi orqali globallashgan savdo va moliya tizimini yaratdi. Koloniyalardan xom ashyo olib, tayyor mahsulotlarni sotish orqali boyligini oshirdi. Dengiz yo'llari va Ingliz banki iqtisodiy ustunlikni ta'minladi. Shu bilan u dunyo iqtisodiyotida uzoq yillar yetakchilik qildi. Britaniya imperiyasi o'z tili, adabiyoti, qonun tizimi va ta'limini koloniyalarga yoydi. Ingliz tili global tilga aylandi. Ilm-fan va texnologiya Britaniya innovatsiyalar markazi bo'ldi. Shu tufayli uning madaniy va ilmiy ta'siri bugungi kunda ham dunyo bo'ylab seziladi. Rim imperiyasi miloddan avvalgi 27-yildan milodiy 476 va 1453-yillargacha mavjud bo'lgandi. Eng keng davrda hududi 5-6 million kilometr kvadrat bo'lib, Yevropa, Shimoliy Afrika va Yaqin Sharqni to'liq qamrab olgan. Bu hududlardagi hukmronligi esa deyarli 500 yildan ortiq davom etgandi. Rim qurolli kuchlari dunyodagi eng ilg'or va tartibli armiya bo'lgan. Legionlar, yo'l tarmoqlari va mudofaa tizimi orqali hududini samarali nazorat qilgan. Harbiy strategiya, fortlar va transport tarmoqlari imperiyani uzoq yillar mustahkam ushlab turdi. Rim imperiyasi markazlashgan hukmronlik va huquq tizimi bilan mashhur bo'lishdi. Respublikadan imperiyaga o'tishda senat va imperator boshqaruvi uyg'unlashdi. Shu orqali imperiya ichki tartib va sud tizimini uzoq muddat barqaror saqladi. Rim imperiyasi qishloq xo'jaligi, sanoat va savdo yo'llari orqali kuchli iqtisodiy tizim yaratgandi. Rim yo'llari, dengiz savdosi va tangalar orqali imperiya ichida va mintaqalar aro savdo faol bo'lgan. Rim imperiyasi madaniyat, arxitektura, san'at, ilm-fan va adabiyotda boy meros qoldirdi. Akveduklar, arenalar, forumlar va yo'l tarmoqlari, Rim tili va adabiyoti, huquq va siyosiy institutlar. Rimning madaniy va ilmiy merosi butun Yevropa va keyinchalik dunyo tarixiga chuqur ta'sir ko'rsatdi.
Yuqorida sanab o'tilgan imperiyalarning barchasi bugun yo'q bo'lib ketgan bo'lishiga qaramay, ular biz yashayotgan bugungi jamiyatlarning asosini yaratib, biz o'rganadigan tarixni yozishgandi.